Mana xo'rozni erkagi mana shu xo'roz bo'ladi mana. Mana shu xo'roz jangchi mana aka-ukalar. Tulab chiqib rasa formada holat aka-ukalar. Mana shu yerda bitta ham yutmagan. Mana shu rasmni olyapman, o'ynagani olib chiqib ketyapman aka-ukalar. Mana shu rasmda aka-ukalar chiqib 11-sini yutgan. Aka-ukalar bu xo'roz sveji tulab chiqqandan keyin bitta xo'roz tuli ikkita shunda qoyillatib yutdi. Yaxshi xo'rozlarni yutib tashladi. Men aytayapman oldimdagilarga, atrofimda yurganlarga, xudo xolasa deyapman, mana shu xo'roz chiqishiga jangchi o'lmasa deyapman, xo'rozim tan joni sog' bo'lib tursa, shuni olib chiqib buni deyapman, avvalo xudo birinchi raundda yiqitaman deyapman. Shuni yutaman deb aka-ukalar, hali malla xo'roz bor edi aka-ukalar. Shuni bir raundda jala yotqizganda, ikkinchi raundda olib qo'ying deb olib qo'ygan aka-ukalar. Qochgani uspet qila olmay qolgan aka-ukalar. Buni mujallab aka-ukalar chizmada bekorga aytilmaydi. Parlab mosini aka-ukalar vash yiqitib tashlagan jallab. Jo'jaligida ham tulakka o'tib ham aka-ukalar. Xorozda originalimi o'na bo'ladi mana. Menda bitta balasi bor aka-ukalar, hozir sotmayman uzr-kesil. Sotmayman. Birovga padarka qilib bekorga bersam beramanki, sotmayman aka-ukalar. Pulini qizig'i yo'q. Nesh pulligini aka-ukalar. Otasini ham shuna degan edim. Sotmayman buni, menga puli qiziq emas deganman. Bekorga berib yuborganman otasini ham. $5000 bermay turib, padarka qilib yuborgan bilaman aka-ukalar otasini ham. Aka